Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, Biogomuz Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana hozir bahor fasli bo'lganligi uchun Biogomuz dastavkalarida davom ettirmoqdamiz. Biz bilamizki, Biogomuz har qanaqa turdagi o'simliklarga bemalol foydalansa bo'ladi. Birinchi navbatda tuproq unumdorligini oshirib beradi hamda hosildorlikka ham juda ham yaxshi samara beradi. Mana hozir tayyor Biogomuzlarimiz. Bular drabilkadan o'tkazib, hozir bir joyga qo'yganmiz. Hozir buni keyin elakdan o'tkazamiz. 05 lik razmerda elaklardan o'tadi. Hamda mana hozir xudo xolisi 3 ta brendimiz hamda qoplilarimizni Chorsugul bozoriga dastavka qilmoqdamiz. Mana 5 kilolik, 10 kilolik upakovkalar hamda 25 kilolik qoplilarda 1,5 tonna hozir yukladik Chorsugul bozoriga. Bemalol mana shuni bozordan, Chorsugul bozoridan olishingiz mumkin. Juda ham sifatli, 1 yil davomida Kaliforniya chuvalchanglari yordamida ishlangan Biogomuzlarimiz hamda juda ham mayin holatda. Mana gruntlarimiz ham bor. Tayyor qorishma, ya'ni uni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.